Mani uylanish yoshidagi ukam yo'q, lekin uylanish yoshidagi bo'ydoqlarga aytadigan gapim, qiz bolani yaltiragan yuziga, yasalgan figurasiga qarab tanlamanglar hech qachon. U narsasiga aldanmanglar, bo'ydoqlar. Chunki bu narsa vaqtinchalik va bu narsani siz pulga sotib ola olasiz. Qiz boladan pulga sotib ola olmaydigan narsalarni qidiring. Hayotda ertaga turmushdan keyin har xil vaziyat, har xil muammolarga duch kelasiz. Puldan problema bo'lishi mumkin, sog'liqdan xudo asrasin problema yoki boshqa narsa. Va mana shunaqa paytda sizni ertaga siz eplolmadingiz va men chidamayman deb tashab ketishdan eng alam qiladigan narsa yo'q bu hayotda. Birinchi, xarakteri ochiq bo'lsin. Ya'ni hayotni og'ir yengilini, achchiq chuchugidan oz-moz xabari bor. Juda ko'p mana shunaqa bo'ydoqlarimiz shunchaki matoni ichiga o'ralgan qizlarga uchishadi va shunaqa qizlarni haqiqatdan ham soliha deb o'ylashadi. Afsuski unaqa emas. Ularni siz dunyoqarashiga, ichki olamiga qiziqing, tamom. Uni o'rab olgan ro'moliga yoki misol yasanib tusanib olgan qomatiga emas.